ko'ngilni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib, do'stlarni suyuntirib, Ramazon keldi, Ramazon. Sahar turing yoronlar, hatm qiling Qur'onlar, dod devorsin shaytonlar. Ramazon keldi, Ramazon. G'aflat oyi emas bu, nafrat oyi emas bu, rahmat oyi demak bu. Ramazon keldi, Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga. Bayram bayram o'g'il qizga, Ramazon keldi, Ramazon. Degan narsalarni qilgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hammalaring iloyim mana shunaqangi ko'pgina ehsonlar qiladigan saxiy boylardan bo'linglar. Hammaga doim yaxshiliklar qiladigan, ezgu ishlar qiladigan insonlar bo'linglar. Alloh. Yeng shimaring toatga, iymonli halovat. Bolajonlar qaranglar, bir-biridan go'zal, bir-biridan shirin. Bu bolajonlar nima keldilaring? Birinchi dindan keldi. Voy, qaqalatlarim mening, qaqalatlarim. Ota-onalar rahmat, maktabga rahmat, gimnaziya birinchi maktabda. Nechisi sinf, ha? Ikkinchi sinf o'qituvchilar kelishdi. Shu kunlar ro'parasi bizlarni qo'lga ehson qilishdi. Ehson dargohida qabul qilsin, ha? Qanzonlar sog' bo'lsin. Kattasi kim bo'lasiz? Kurashchi. Kurashchi sizsi? Bokschi. Bokschi sizsi? Taekwondo sizsi? Futbolchi. Sizsi? Futbolchi. Futbolchi. Siz boshda bo'lasiz, katta olgansiz-ku. Ha? Azal. Ilohim bilan sog' bo'lsin, ha? Sog' bo'linglar. Uyushmasin bular, uyushmasin. Bo'linglar endi. Farg'ona shaharda joylashgan gimnaziyani 2-xil sinf o'quvchilaridan ehson keldi. O'qituvchilarini tashkili bilan siz ham ishtirok eting. Bu qarang, go'zallikni qarang, bay-bay. Bolalarga xotiraga rahmat deb qo'yamiz, ha? Ota-onalariga rahmat. Ularga tarbiya shunchalik tarbiya berganiga. Sizlar ham sherik bo'linglar akalar. Sizlardan iltimosimiz shu. Qaranglar, ko'ngillilar, sahiylarni biz taklif qilamiz. Qaranglar, shu bolajonlarga, ota-onalariga tarbiya berayotgan ustozlariga va maktabda direktorlariga, hammalariga biz o'z minnatdorchilik va rahmatimizni yetkazib qo'yamiz. Rahmat bolalar kelganlarga iloyim. O'qituvchilarga ham rahmat aka.